أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Sağlıktaşlar biz ilgili saatlik derslerimizde Arap tilindeki pillanın kurulması cami qancha bab qurildi degan top 22. Asli kitap bizga necha dedi 35. Hatta bunun birisi artıq 36 asli. Bu 35 degani farq nerede desanglar ba'zi bablarga pilning shakli o'xshamusimi ammo o'lchamini sansak o'xshaganlik tufaylidan ba'zi mulhaqat deblam ko'paytib olgan. Yani pil bab jihatdan tamamen o'xshash deb qaralg'achqa biz 22 ning ustundagini sizlarga o'tirib qo'ydik. Inshaalloh kelar soat 2 qatimliq başka kitabımızda belki kenarrak kılışımız mümkün. Biz ilgili derslerde sulası mücerretke bergen 6 babını bir-birler ko'rib o'tdik. Shunda ama 6 babning birinchi babiga 7 qismning sahih, mudaaf, misal, ajvat, naqis qatorliq 7 qismning har biriga birdan misol o'tdik. Qolgan bablarga isabda ba'doq. Ondan keyin sulasi mazidning 12 babiga misol qo'ydik. Shunda ama bunun hammasi sizlarning ustinglarda yozish va yodlash vazifasi sizlarga bergan. Bir qismini topshirib oldim, daha bir qismi bor. Ondan keyin keldik. Ne keldik savoqdoshlar? Ruboiga keldik. Shundami? Ruboi mujarrad necha qism? Fakat bir kısım. Rubai mazid 3. Cami neçe oldu? 4. Biz sulasi mujarradga 6 bab bergandik. Mazidga 12 bab bergandik. 12 bab bilan 6 bab 18 bab bo'ldimi? 22 qanchasi qolib qoldi? 4. 4ning birisi rubai mujarradning 3-chi rubai bilan mazid. Xo'sh, qarang men do'stga yezib beraman buni. Kitablarını tapaldınlar mı yapma? Neçinci betken top kitaptı? Öyle olsa, sizler dege oturunlar. Hazır biz okumakçı olan rubai mücerretinin bir babı adı dokuya. Ölçümü ne mu? Fa'alala yufa'lilu Master fa'alalaten sınavı yoki fi'lalen fa'alalaten yoki fi'lalen bunun her ikisini qo'yib o'tay. Fa'alala yufa'lilu fa'alalaten yoki fi'lan. Yani masdar chiqil degan gap, chiqidi degan gap hisobda. Masalan bir misol taqing. Misol dahraja yudahriju. Davomli kitobdagi misolni elish shart emas, chunki dahraja yudahriju dahrajatan masdar yoki dehraja masdar. Yeni bir misal. Zelzele yuzelzilu. Masdar zelzeleten mu yoki? Çünkü yine ayet var. İza zulzilatil ardu zilzalaha. Zilzala yani zelzele yuzelzilunun mesri ne mu? Zilzala. Yeni bir misal. Besmele yubesmilu bismi. Besmeleten mesler. Ne mu besmele degen? Bu bir söz yazılış usulü savaştaşlar. Her qanday bir nimeden bir haletlerin sözü mesela neyle? Her işimizden aldığında ne deymiz biz? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ama bir adamni bismillah dedi demek olsak ne deymiz Arapçada? Besmele yu besmele.
Besmele yubesmilu. Şunama? Mestre besmele. Hatta Türkçe'de mi? Besmele çekti deydi ya. Bismillah dedi degende. Anlaken davamlıq bizden bu deydiğen gaplarımız var. La havle ve la kuvvete. Muşu gapni bir qizga bilan ifodalansak deymiz. Arabchada havqala. O'zga qarsam men bu yozib bo'ldim. Yuhawqilu havqalatan masdar. Havqalatan nima? Masdar. Tamam mı? Anda olsa iniq üstünlüğü bir vaziyeti ketdi. Rubai mazid mujarradning faqat nimasi bor? Bir babi bor. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan masdar fi'lalan. Shunami? Buni necha misol yozdi? 4 misol. Mencha yedidu. Mencha qanday qiladi? Yedidu, ha? Undan keyin keldik savoqdoshlar rubai mazid. Rubai mazidning babi qaysi? Qaysi? Rubai mazid qaysi? Tafa'ala yatafa'alu. Xato emas savoqda shundagina. Tafa'ala yatafa'alu. Undan keyin masdar tefa'lulen. Masdar ko'p hollarda qo'llanishda maf'uli mutlaq shaklda qo'llaniladi. Maf'uli mutlaq shaklda. Shunga burundan tortib zabar o'qib kerak. Men shaxsan men zabar o'qishni to'g'ri topmayman, lekin qoida shu bo'lgan degan amal yo'q. La yatafa'lalu. Shundami? Undan keyin tafa'lulen. Buning bu misoldan birini bilamizlar? Yemish bayatınqi so'zning misoli tadahraja yatadahraju. Tadahraja yatadahraju. Tadahrujan masdar. Nolab. Ondan keyin bayatınqi fa'lala babi. Bayatınqi fa'lala babi. Lazım üçün kiradi, lekin ko'p hollarda mutaaddi uchun kiradi. Fillarni qana qilish o'timlik shaklda ifodalash uchun. İza zulzilatil ardu zilzala. Zilzala degan nima? Tavratdi. Zilzala urushahu. U podshohning taxtlarini qana qilyapti, tavratdi. Tushunami? Endi tazalzala gap qasdi. Men o'tganda sizlarga bir narsa so'zlab bergan eslanamanki, mutavaa. Nima mutavaa degan? Ergashdi. Zilzala tavratdi, tazalzala tavrandi yoki tavradi. Dahraja degan nima? Jumulatdi. Tadahraja degan-chi? Bu shaklda qanday qilsak bo'ladi, tushunsak bo'ladi. Mencha bak alayda nimasi yo'q. Tamam. İkinci bab qaysi endi? İf'allala yef'allilu. Yef'allilu. Masdar if'in la lan. Hammasiga i'rob qo'yib, harakat qo'yib, ya. If an la yaf an li lu if ain la lan. Xo'sh, buningga berilgan misol qaysi? Ihranjama
يهرنجم إهرنج مثلا إفرن قاع دائما معقول إفرن قاع يفرن قيعو إفرن قاعن مثلا نمو إفرن قاع معنىسى tarqab ketdi degan ma'noda. Different qanun ma'nosi tarafga qanaq ketgan bo'lsa, tarqab ketgan bo'lsa, different. Buna diqqat qildingizmi? Mushu fa'ala babidan, af'ala babidan, fa'ala, tafa'ala, tafa'ala, if'ala, istaf'ala, infa'ala babidan chiqib ketgandan keyin qilib yod bibobli voya bizga nisbatan. Diqqat qilsangiz bularning hammasining ma'nosi qanday chiqadi? Biroz yod. Qarang, yana nimani ifodalash, mubolag'ani ifodalash, biroz boshqacha ma'no ifodalash uchun chiqadi. Bu ko'p hollarda o'sha arab tilidan ko'p shug'ullanish orqali bunda his qila olasizlar. Tilning bir tarafi bor. Kitobga yozilmaydigan bir tarafi bor. Grammatikalning kitobga yozib ifodalanmaydigan bir tarafi bor. Buni qanday o'rganib bilamizlar? Ko'p shug'ullanishadi. Nima ishda bor kitob ayni shu kitob shu. Ma'nolarni deysizlarga. Bu materiallar shu. Ama 20-30 yıl şoğullanğan bir muşu kesip bilen şoğullanğan çok adam bilen hem yeni öğrengen bir okuğucu var. Ma okuğucu ma kitabını a adamdan bekrak qanday qilib yodlanib. Shunda mı? Nimishqa tilni haqiqiy tushunishda a cho'ng odamdan tushunmaydi bilamizlar. Chunki shug'ullanish jarayonida tilning yezib ifodalanmaydigan bir qoida bir prinsiplar bor. Mushuni işletish jarayonida qanday qiladi? Şu başka tilni eng yaxshi biladigan odam kim bilamizlar? Şu tilda üst yo'g'ni adam. Şu tilning ahli yani. Birov Uyg'ur tilini o'rganib, 30 parcha kitob yozib kelsin Uyg'urchada, grammatikasida. Men tushungan ikkinchi nuqtani asla qanday qilmaydi tushunmayman. Men arabchada har qancha ana tilimda bilib kelsin. Aşı saraliq bir arabiyni tushungan inchik nuqtalar qanday qilmaydi tushunmayman. Men bu yerda demoqchi o'g'lim nima desam, tildan shug'ullanish, kitobni ko'p o'qish, kitob ko'p paranglish, shundaymi? Ko'p izdinish nozil vaqtda sizlarga kitobdan topolmaydigan narsani. Buni bizlar til tuyg'usi deymiz. Til tuyg'usi. Buni o'sha Xitoy tili o'rgangan vaqtda tushunib yurgan deb masalan. İnsonga til bitgan bir tuyg'u bor insonga. Uni kitobdan topolmaydi. Hatto sizlar ap bo'lgandan keyin shu tuyg'uni sizlar bir mushuni kitob yozida insonni qanday qila olmaysizlar? Yozamizlar. Mushu nuqtada aytmayman. Buning uchun shug'ullanmoq lozim. Yani bu gapni nereden chiqardim desanglar, mushu ba'zi fillarning ifodalaydigan ma'nosi bor. Buni deb bo'lmaydi. Qanday tushundirsa ular masalan shuni. Bu uni ishlatish orqali ifron qoidasi tarqaldi degan ma'noda. Normalda tarqaldi degan filni qanday ifodalagan bo'ldi? Tafarraqa masalan. Shundaymi? Nima uchun ifron qoidasi? Ondan keyin qaysi kuni sizlarga misol qilib berdim. Qizzade degani nima dedi? Hamira. Shundaymi? Ihmarra qanday qizzade? Qizirib ketdi. Ha, qizzade bilan qizirib ketmoq farqi bor. Ana nima uchun ihmarra chiqadi? Ataqim qap qizirib ketdi. Ana qo'yganda ko'p ketdi, ama bu ifodalarni qanday ifodalaymiz ifodalarni? Bu hammasi ishlatish jarayonida. Bir odam Uyg'ur tilini o'rgansa, qizzade deb bilishadimi? O qap qizzade degan gapni patqana qilolmaydi. Qizirib ketdi deb pat depolamaydi. Shundaymi? Bu aloqa ishlatish jarayoni digilolmaydigan bir ishlatish uslublari bor. Buning hammasi kunashdan kelib chiqadi. Mana nechinchi bab endi hisobda? Ikkinchi bab shundaymi? İkinci bab mı ya ki ikinci bab? İkinci babın mezitnin ikinci babı ikinci babı. Yani tefa'alele birinci babı, if'allele ikinci babı. Üçüncü babı if'alelle. İf'alelle. Yef'alillu. Ama İllalan. İllalan. Hareket kılıp tekrar ha? If alalla yef alil
lu if I if'il la lan. Şunu bilan uzatma oxirlashdi. Bunga bir misol berib doq. Iqsha'ar yaqsha'irru. Shunami? Masdar iq shi'ra lan. Nima iqsha'arra degan? Asli iqsha'arraning yana bir ma'nosi postning ajigan ma'nosi var ya. Titrab bilan postning butunlay qanaq qilib ketgan, ajrab ketgan. Unda ma'nosi. Andan keyin yana bir misol beray men sizlarga. Yana bir misol beray. Xotirjam bo'lmoq deb bir til bor. Itma'anna shundami? Xotiringizni jam qiling deymiz ya biz. Bir odamni bunda 100% xotirjam. Bütün aniqas xayolda hech qanday 1% shak qilmagan bir xotirjamlik holatini qaysi bilan ifodalaydi mushu. Itma'anna. Mana shundan yapmaydi. Yani ibodatning qiyliqi tushundigan misollarindagi titrab ketdi deganda men boshqa filmga deb o'ylab ma'nolar aslida ishma'azza, ishma'izzu boshqa filmlar bor masalan. Yani insondagi bir xilolaqqa mubolag'a harakatning bo'lgan, mubolag'a bir holatlarini qana qiladi, ifodalash uchun keladi. Endi demakchi o'g'lim shu savoqdoshlar. Bab bika-bikaga fa'aladan af'ala bo'lib qolmaydi, af'aladan fa'ala bo'lib qolmaydi. Bika-bikaga fa'aladan fa'ala bo'lib qolmaydi. Cho'qib o'zgarishli bilim bor, ma'no. Biz tafsiliy to'xtalmadik, ammo genel olarak sizlarga nisbatan bir narsani gapiryapman. Af'ala babining ma'nosi va fa'ala babning shuni kalomni tutib olinglar, qolgan tafsilotiga keyin kiramiz. Shundan bugun bizning 22 babimiz tugadi-ku, ha? Shuning bilan 22 babga munosabatlik masala qana qildi saboqdoshlar oxirlashdi. Va shuning bilan bugun darsimiz ham oxirlashdi. Va oxiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.